Bugungi kunda O'zbekistonda qurilish ishlarining ko'lami va sur'ati haqiqatdan ham hayratlanarli. Yildan-yilga qurilish hajmi ortib bormoqda. Kuz fasli kelishi bilan esa qurilishning ikkinchi to'lqini boshlanadi. Hamma turli inshootlar uchun poydevor qo'ya boshlaydi. Xususiy uylar qurilishi uchun materiallar turi juda ko'p, ammo mahsulot sifatini kafolatlash deyarli mumkin emas. Holbuki aynan shu omil uyingizning mustahkamligi va uzoq umrini belgilaydi. Qurilish materiallarini noto'g'ri tanlash nafaqat moliyaviy zararga, balki inson hayoti va sog'lig'i uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Butun mamlakat bo'ylab hali qurilishi tugamagan binolarning vayron bo'lib tushgan holatlari kam emas. Agar yirik inshootlardagi bunday holatlarni sanab chiqish mumkin bo'lsa, oddiy fuqarolar qurgan uylar bilan bog'liq bunday hodisalarni sanashning iloji yo'q. Bizning qahramonimiz ham sifatsiz materiallardan jabr ko'rganlardan biri. Прям вот совсем недавно мы участок строим. Yaqinda qurilish ishlari uchun sement sotib oldik. Biroz tejash maqsadida arzonroq variantni tanladik. Fundament soldik, ammo oradan vaqt o'tishi bilan hammasi yorilib, yemirila boshladi. Ekskavator chaqirishga to'g'ri keldi. Hammasini buzib tashladik va endi ishni qaytadan boshlashimizga to'g'ri keladi. Bu ortiqcha vaqt va mablag' sarfi. Hozir esa yaxshi sement izlayapmiz. Endi tejamoqchi emasmiz. Ishonchli va sifatli sement sotib olamiz. Bunday achinarli holatlar afsuski kam emas. Gap shundaki, tejamkorlik maqsadida ayrim odamlar arzon narxlarga aldanib, sementni zavod upakovkalarida emas, balki qo'ldan yoki noma'lum marka, ishlab chiqaruvchi va ishlab chiqarilgan sana ko'rsatilmagan qoplarda sotib oladi. Ana shunday yondashuv ko'p hollarda binolarning yemirilib tushishiga sabab bo'ladi. Iste'molchi uchun kurash kuchaygan sharoitda soxta sement ishlab chiqarish uchun zamin yaratildi. Qurilish mavsumida bunday mahsulotlar soni ayniqsa ortib ketadi. Asosan soxta sementni kichik do'konlarda yoki turli onlayn platformalarda uchratish mumkin. Sertifikatlangan sementni soxtasidan farqlashni faqat tajribali qurilishchi bilishi mumkin. Oddiy xaridor esa aldovni faqat kech bo'lgandagina anglab yetadi. Siz shunday ommaviy qurilish materialini xarid qilayotganda qop ichida nima bor ekan deb o'zingizdan qanchalik tez so'raysiz? Axir ko'p hollarda biz uchun odatiy bo'lib qolgan sement kabi mahsulot ham soxta bo'lishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmaymiz. Biz odamlardan ular bu tanlovni qanday tarzda amalga oshirishlari bilan qiziqdik. Sementni qanday tarzda tanlash kerak? Shu bunaqa tajribangiz yo'qmi? Bo'lishsangiz. Tajribam bor. Sementni masalan mana Ohangarondan chiqadigan 400 markali bor, 500 markali bor. O'sha oladigan odamni didiga qarab xohlaganini olishi mumkin. O'shani tavsiya qilaman. Siz o'zi ustamisiz? Yo'q, men usta emasman. Ustalarning usta. Sotganmisiz hech sement o'zingiz? Men ko'p sotib olganman. Hozir o'sha sotuvga chiqaradigan odamlar oladigan sifatsiz sement chiqarmaydi. Vaziyatga ko'p duch kelganmiz. Qanaqa qilib tanlab olasiz sement? Markasiga qarab, zavodga qarab, 400, 450, 500. Biz O'zbekiston tumanida, Farg'ona viloyatida zavod bor, o'sha yerdan olib ishlatamiz ko'pincha. Zavodda o'zidan to'g'ridan-to'g'ri. To'g'ri. Sertifikat, qanaqadir dokumentlarni so'rash kerakmi? Endi oddiy do'konlarda shart emas. Hech sifatsiz sement bilan duch kelganmisiz? Yo'q hali. Kerak narsalar nima deymiz, oilamizga ishlab chiqarishimizga kerak narsalarni hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Jalb yo'q. Sement sotib olganingizda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Sifatiga, narxi asosini markasiga sifatida endi shu. Xalqimizga shu narxi Xudoga shukr ma'qul kelyapti-ku. Marka, qaysi markani tanlagan bo'lardingiz? 500 chi marka asosini o'zi o'rtacha 500 hamma o'qdi. Chiqardim sifatli chiqadimi olganingizda? Sifatli-ku, Allohga shukr hamma narsasi. Bu dokumentlar, sertifikatlar so'rash shartmi? Shart emas-ku, berishyapti. Mana olgan narsamizni hamma narsasini kafolati bilan nimasi bilan, garantiyasi bilan beryaptilar, Allohga shukr. Hozirda poytaxtimizda joylashgan qurilish mollari bozorlaridan biriga tashrif buyurdik. U yerda usta rolini ijro etib beruvchi hamkasbimiz bilan birgalikda hozirgi kunda eng mashhur sement turlaridan birlarini sotib olishga harakat qilamiz. Demak, oddiy xaridor hatto o'z ustasi bilan birgalikda ham bozordagi sementning sifatini bir qarashda aniqlay oladimi? Biz bu savolga javob topish uchun tajriba o'tkazishga qaror qildik. Sementning sifatini baholash maqsadida esa uni o'zimiz xarid qilib, sinovdan o'tkazamiz. Dokument bo'yicha hamma narsasi bormi? Sertifikatlari? Hammasi bor. O'zingiz ko'rsatib berasizmi? Ustiga olib ko'rsatishim kerak-da. Qaysi nonni olib ko'p olamiz, uchastkani boshlayapmiz, o'shanga olamiz. Просто
narxini bilib, solishtirib, dokumentini olib borib ko'rsatishib, buni ilojimizni laboratoriyadan o'tkazamizmi, dokumentlarni sizda ham yo'qmi deyman. Hammasi joyida turadi. Odamlar so'rashmaydimi nima? Dokument. Qanaqa prosta gapingizga ishonib olib ketadimi? Ular chunki ishlatib yurgan. Birinchi marta ishlatyapmiz. Da, biz bilmaymiz. Olib borsak ham Simonim emas, boshqa narsa chiqib qoldi. Dokumentni ko'rsatib bilishimiz kerak. O'tganda gapirishni boshlaymiz. Dokumentlarimiz ham yo'q ketgan bo'lganlar. Hozir dokumentlarimiz yo'q. Aytyapti-da, ular dokument sertifikati unaqalarni yo'q olib beramiz. Sotuvchilar bizdan shubhalanmasliklari uchun butun jarayonni bildirmasdan yashirin kamera orqali yozib oldik. O'z rolimizga kirgan holda biz sementning ishlab chiqarilishi, uning markasi va sifati haqida barcha zarur ma'lumotlarni oddiy iste'molchi darajasida sotuvchilardan bilib olishga harakat qildik. Zavod faqat bu 450 yozgan bilan 400 marka. Ma'nosi 500 marka. 550 Endi u Xitoylarning anaqasida o'yini. Bu Anjonniki mana bu. Bu 450 Mana bu ham Farg'onaniki. Bu boshqa zavod, bu ham 400. Faqat qarang. Bu boshqa zavod, mana ikkita bitta zavod, yana boshqa zavod. Bu toza 1, 2, 3 xil zavod. 3 xil zavod. Shu uchta har xildan olib ko'ringlar-da. Bir qoshiq. Manga qarang, bu rasm emas. Siz buni berasizmi? Laboratoriyada o'tkazing. Qaysi bir yaxshisi kelmaydi va sertifikat olib beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Va buyuk qog'oz. Yakunda biz tahlil uchun 5 ta sement qopni sotib oldik. Ularning ikkitasi bozordan, biri kichik xo'jalik do'konidan, yana biri mashhur onlayn platformadan buyurtma qilindi. So'nggisini esa sement ishlab chiqaruvchining rasmiy do'konidan borib xarid qildik. Aytgancha hujjatlarga kelsak, faqat shu rasmiy do'kondagina bizga barcha zarur hujjatlar, ya'ni markirovka, partiya raqami va boshqa ma'lumotlar ko'rsatilgan rasmiy qog'ozlar taqdim etildi. А документы у вас соответствующие есть? Да, мы все предоставляем сертификат о качестве, протокол о качестве, также даем на руки водителям ТТ, чтобы когда вы получаете, вы поставили роспись, что вы получили. Хорошо. Мы попробуем тогда по одному мешку, да? Olib borib ko'rib. Да, нам нужно будет проверить, чтобы посмотрели, хороший, нет цемент. Все хорошо. Да, возьмем. А вам куда доставить надо? А у вас доставка есть, да? Да, мы мешки доставку не делаем, у нас минимальный заказ. Ну, на доставку это одна палета, тонна 760, 44 мешка по 40 килограмм. Ага. Shunday qilib, xarid qilingan sement namunalari sifatini xolis va texnik jihatdan to'g'ri baholash maqsadida biz mustaqil qurilish laboratoriyasiga murojaat qildik. Demak, barcha sement turlarini laboratoriyaga topshirishdan oldin barcha jarayonlar xolisona bo'lishi uchun bu qoplarni ochamiz va ma'lum bir miqdorni mana bunday qora qoplarga, hech qanday belgilarsiz bo'lgan qoplarga joylashtiramiz. Ularning ustiga esa mana bunday 1, 2, 3, 4 va 5 degan raqamlar mavjud bo'lgan qog'ozlarni yopishtiramiz va shundan so'nggina laboratoriyaga topshiramiz.
Laboratoriyada mutaxassislar sementning sifatini aniqlash uchun 2 turdagi sinov o'tkazishadi. Birinchi navbatda 450 gram sement, 225 gram suv va yarim fraksiyalik qum aralashtirilib qolipga solinadi. Bu jarayonda xonadagi harorat 20 gradus, namlik esa kamida 65% ga teng bo'lishi kerak. Bu holatda sement namunalarini normal shart-sharoitda mustahkamlanishi uchun maxsus suvli inkubator, ya'ni deshateliye vannasida 1 sutka davomida saqlashadi. Shundan so'ng 95-99% ga teng namlik sharoitida me'yorlarga rioya qilingan holda sement namunasi normal mustahkamlanish kamerasiga joylanadi va u yerda 28 kun davomida saqlanadi. Shu muddat tugagach, laboratoriya mutaxassislari namuna bo'yicha yakuniy xulosa tayyorlashadi. 28 kun o'tgach, 1 oy oldin siz bizga 5 ta mahsulot tashlab ketgandingiz. Shulardan 4 tasi talablarga javob berdi, bittasi talablarga javob bera olmay qoldi. Bu faqat bitta ko'rsatkichi, bu mustahkamligi. Mustahkamligi 28 kun davomida turiladi va 28 sutkadan keyin uni o'sha pressga qo'yilib maydalanadi va o'sha ko'rsatkichi 28 sutkadan keyin, kundan keyin 32 dan va 52 gacha bo'lgan bo'lish kerak edi, bu 30 chiqdi. Shunda qolgan hamma kimyoviy va boshqa ko'rsatkichlar hammasi talablarga javob beryapti, faqat shu 5-mahsulotimizda ozgina kamchilik bo'lib qoldi. Shu talablarga javob bera olmay qoldi. Agar ekspertiza natijalari haqida batafsil gapirsak, mustahkamlik bo'yicha GOSTga muvofiq ko'rsatkich 32,5 dan 52,5 gacha deb belgilangan. Bizning bu me'yordan o'tgan namunalarimiz esa 32,74 dan 35,98 gacha ko'rsatkichni qayd etishdi. Faqat bitta namuna 32,5 me'yoriga yetmadi va 30,24 ko'rsatkichda qoldi. Boshqa ko'rsatkichlar, ya'ni qotishning boshlanishi, hajmning bir xil o'zgarishi, maydalanish darajasi, quyuqlik, magniy va kukurt oksidlari hamda xlorid ioni barchasi GOST talablariga muvofiq keldi. Xulosa qilib aytganda, natijalarga ko'ra bizning holatda barcha namunalar haqiqiy bo'lib chiqdi. Soxta mahsulotga duch kelmadik. Ammo bu siz ham qachondir noinsof ishlab chiqaruvchilarning qurboni bo'lmasligingiz kafolatlanadi degani emas. Shuning uchun maslahat olish maqsadida biz mutaxassislarga murojaat qilishga qaror qildik. Kontrafakt делается как? Kontrafakt sement shunday qilib tayyorlanadi. Har qanday mintaqadan sement xarid qilinadi. Keyin uni ko'mir kullari yoki oddiy tuproq yoki chang bilan aralashtirishadi. Bu orqali nafaqat tovarning qiymati kamayadi, balki uning boshlang'ich xususiyatlari ham yo'qoladi. Bunday mahsulot avvalo insonlar uchun xavfli. Agar shunday sementdan poydevor quyilsa, u mustahkam bo'lmaydi. Agar g'ishtlar bunday aralashma bilan terilsa, bunday binolar zilzila bardosh bo'lmaydi. Shu bilan birga bu ortiqcha vaqt va pul sarfini anglatadi. Shuning uchun barchangiz soxta sementdan ehtiyot bo'lib, bu mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilardan xarid qilishingizni xohlardik. Sog'ligingizni va cho'ntagingizni asrang. Xo'sh, sement xarid qilganda oddiy iste'molchi ayni qanday jihatlarga e'tibor berishi kerak? Sertifikatlangan ishlab chiqaruvchining qoplarida qanday belgilar bo'lishi lozim? Наверное, сейчас раскрою секрет для них, но Ehtimol hozir men barcha sirlarni ochaman. Avvalo, odatda soxta mahsulot ishlab chiqaruvchilari e'tiborsiz qoldiradigan, ammo muhim bo'lgan narsa bu majburiy sertifikatlash belgisi. U pastki o'ng burchakda joylashgan. Odatda hamma bunga e'tibor bermaydi, lekin bu davlat tomonidan bizga qo'yilgan muhim talabdir. Ikkinchi jihat, bu farqlantiruvchi belgi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan shtrix koddir. Bizning xaltalarimizda shtrix kod 4 ta joyda joylashgan. Uning ichida sement markasi va ishlab chiqaruvchi korxona haqidagi ma'lumot joylashgan. Agar siz sementni ixtisoslashgan do'konlardan sotib olsangiz, kassada yoki maxsus joylardagi skaner yordamida shtrix koddagi ma'lumotni ko'rib olishingiz mumkin. Uchinchi eng muhim jihat sertifikatlash to'g'risidagi ma'lumotdir. Har yili majburiy sertifikatlash doirasida sementimiz sifati tasdiqlanadi. Sertifikat raqami va uning amal qilish muddati haqidagi ma'lumot xaltalarimizda ko'rsatilgan. Bu ma'lumot tipografik usulda emas, balki oqimli printer yordamida chop etiladi. Uni xaltada oson ko'rish va ajratish mumkin. Siz bu ma'lumotni qo'shimcha ravishda maxsus sayt TRIS platformasi orqali ham tekshirishingiz mumkin. Bu platformada barcha sertifikatlangan sementlar haqida ma'lumotlar jamlangan.
Demak, vizual ko'rib ham soxta mahsulot sertifikatlangan mahsulotdan ajratib olish qiyin. Ammo buning iloji yo'q emas. Umuman olganda, haqiqiy sifatli sement ishlab chiqarish jarayoniga to'xtalsak, murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Sement ishlab chiqaruvchi zavodlarning sanoat uskunalariga nazar tashlansa, boshqa shart-sharoitlarda sifatli qurilish materialini tayyorlashning imkonsiz ekani ayon bo'ladi. Mutaxassislarga ko'ra, sementning yakuniy sifatini aynan uning tarkibi belgilaydi va bunda har bir bosqich o'ta muhim. Качество цемента, контроль качества начинается не здесь. Sifat nazorati bu yerda, ya'ni qoplash sexida yoki maydalash jarayonida emas, balki karyerda, geologiya qidiruv ishlaridan boshlanadi. Qachonki biz quduq qazib, namuna olamiz, laboratoriyaga yuborib tahlil o'tkazamiz, kimyoviy tarkibini aniqlaymiz. Ana shundan keyin eskavatsiya, maydalash va bir xillashtirish jarayonlari amalga oshiriladi. Shu bosqichda ham biz sifatni nazorat qilamiz. Jumladan onlayn analizatorlar yordamida har 10-15 daqiqada tekshiruv o'tkazib boramiz. Shundan so'ng xomashyo o'rtalashtiriladi. Biz uni yonish uchun pechga yuborishdan oldin yana 2 marta namuna olamiz. Kimyoviy tarkibini, granulometriyani va sement ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan yana ko'plab parametrlarni nazorat qilamiz. Shundan keyingina aralashma sement zavodining yuragi, aylanma yonish pechiga, ya'ni klinker hosil bo'ladigan joyga yo'naltiriladi. U yerda karyerdan olib kelingan xomashyo unga aylanib, yonish jarayonida yarim tayyor mahsulot klinkerga aylanadi. Bu bosqichda ham biz haroratni, gaz tarkibini, havo va gaz oqimi xususiyatlarini nazorat qilamiz. Hatto gaz tarkibining o'zi ham klinker qanday chiqishiga va keyinchalik sementning sifati qanday bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu bilan ish bitib qolmaydi. Klinker sovitgichga tushadi. Sovitish jarayoni juda muhim ahamiyatga ega. Klinker qanchalik tez sovitilsa, uning sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Bu jarayon ham to'liq nazorat qilinadi. Faza va kimyoviy tarkib mustahkamlik aniqlangandan keyin klinker qo'shimchalar, gips, qotish muddatini boshqaruvchi moddalar va mineral qo'shimchalar bilan birgalikda maydalash jarayoniga yuboriladi. Shu tarzda tayyor mahsulot, sement hosil bo'ladi. Bu yerda yana 2 nazorat nuqtasi bor. Har bir tegirmondan keyin avtomatik namuna oluvchi uskuna o'rnatilgan. Yuklash jarayonida ham partiyalar sifati nazorat qilinadi. Hech bir jiddiy ishlab chiqaruvchi tekshiruvsiz e'lon qilingan sifatga mosligini tasdiqlamay turib, sementni savdoga yubormaydi. Iste'molchilar uchun tavsiyalar. Sementni savdo nuqtalarida xarid qilganda qopning markirovkasiga alohida e'tibor bering. Ishlab chiqaruvchining aniq identifikatsiyasi va sement markasi ko'rsatilmagan o'ram uning ichidagi mahsulot sifatiga shubha tug'diradi. Bunday sementni xarid qilib, siz mustahkamlikdagi masalalarda xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin. Tanlovni aql bilan amalga oshiring. Ma'lumotni tahlil qiling. Zavoddan to'g'ridan-to'g'ri yoki uning rasmiy vakillari orqali kafolatlangan sementni sotib oling va doimo barcha zarur hujjatlarni talab qiling. Zero qurilish materiallari qat'iy sertifikatlashtirilinishiga qaramasdan, soxtalik masalasi hamon dolzarb. Buning sabablaridan biri xaridorlarda oddiy bilimlarning yetishmovchiligi bo'lib, bu sifatsiz sement xarid qilish xavfini yanada oshiradi.